Oho ya Samet. Ma akpişmak kelemdo. Meni MTT qatmagansan. O yadın 8 koyluq güzellikten birini taqib algan tozun birisiga atdı-g'o. Meni manda bilan tanishtiratsa degansan. U rostcho'loqmi nima? Bola. Yamanbek misli ekansan bag'o ammalikin. Voy nimacha odam saqilsa? Şirketga cho'ng bir mehmondan birisi kelib qolib, millionliq to'xtam haqida paranglashib qolib, shunga kechik. Bugun qaspayvachchining qo'liga tushdim deganman. Bir ishki shirkatim bor xolos. Bir ishki shirkating bor. Chaqaga yarim ma'vo deganasini bildi ekansan. Endi bu ashqal meni shirkatimga yaqin bo'lgan ekan. Mashagil chaqirdim-ku. Bo'ldi, naq kelib kelayli. Isming nima? Abay sormayli chiqibdimi? Yodikor? Kimga yodikorsan? Va 8 ko'chalik o'zanikin yodikor qag'amiya. Zat, qizili-ya. Tamoq buyurtamdoq, choy ichib o'tiramdoq. Tamoq emas. Buyurtam. Oho, ovozini mendan boshqa hech kim anglamadi. Xon, Mikilga tamoq yezitanga. Manda chaqamam sen, boyda qag'am mushukdek yad miyang qilmay. Gap kelayli, mening ismim Pari degina. Pari cho'loq degan men shu. Pari? Ajab bir yerda ko'rgandek-ya sizni. Nada? To'xtam. İzdashning kinoxonasida ko'ribman. Izdashning kinoxonasidagi Ahmad Sattanning komediyasi chiqadigan qiz bo'lg'osiz. Sen mi ko'rding degina filmni? Men degan izdash kinoxonasining VIP a'zosi. Oningda kino ko'rishdan boshqa ishim yo'q mening. Kinolarni dahshat tez yanglandi. Payz kinolar bor. Voy, shundimamsan, opamni ko'ribdi degina filmni. Kunda beshimni og'ritdi, men Ahmad Sattanga qachon tegisan, to'yoni qilibdan bilamda. Shu men amal yo'q, men sen bilan yo'qo'ga chiqib o'tdim-g'o. Nima qilysizlar? Paricho'loqmi? Pari. Buyurtamsiz. Bo'ldi, kishi o'g'anki sen buyurta. Bizga shu so'q qolgushi, aningdiki shu chipar to'xo qo'rmisi, aningdiki shavi. Aningdiki shu ochiq to'q qanatdan birini, o'ziq kebab, mifendan chipkini. Jaras, aningdiki shu choraklaqmanda ikkini qo'shib qo'yaylar. Buyuramsiz. Voy, bo'ldi qilam. Bu urug' tuqqanlarini chaqardingmi bu yerga? Bu gap qilalamdi. Buyurishlaring vahshiy bo'lsin. Yap qilammasaqcha, daboq aktib, uyga yurib so'zlab, yetib, mana telefonni televizor bo'lib, izlash kinoxonasi, kinoga gechish. Baribir yolg'iz odam tursam men. Men yerda maqsad boshqa, ish bo'lakligina. Yana bo'ladi. Ham bo'ldi, ham ishlar chiqib tursincha. Ishlar chiqsin. Bo'ldi, shay saqlab turinglar. Lekin o o'zingiz qo'pol bo'lgan bilan men yordingiz. Sana yardım degina. Yordingiz? Bo'ldi, naq gap kelayli. Nos qachon o'ynaymiz to'yni? To'y nima? Hozir o'zing yordingiz tuting'o. Ozroq vaqt o'tsin. Manda tilini chaynaydigan ishing olsam, boshqa qizlarga menga yordingiz. Oq yaxshi ekansiz, ko'k yaxshi ekansiz demoqchi bo'lmasang deb qo'yay. Men qizol degan bag'o qara, o'shga yig'ay degina, beksat oson yeriydi. Men qo'yib bersangiz, men manchilikni yarmidi. Bo'ldi, men chiqmagan tomoqlarini oldirmay yeb, kekirib, o'sirib, singdirib, isatoni qilib chiqchiman dasam, men qaytqashtiray qo'sham. Ma'qula, ko'rishamiz. Voy, hisobotchi, men qilmayman-ma? Qachon bir uchrashishga chiqsa qizlar hisobot qiladi, qildan ketdingmi, yonimda oqmaysan? Samat hisobotni sizdi qildi degashga men chiqqan bugun. Nima? Samat tashdadimi? Oy, yodigan. Tish yo'lbas tutildingmi nima? Tish yo'lbas degan o'zim deganingiz, ko'zingizga boshqacha ko'rinatamdi. Oy, jinim, bu yodigan tanimamsiz. Kim bu?
Voy, bu degan aş qizlarni aldab, tomog'ini yeb, oshta qildigan bola bu. Puh, aşk şirketim var. Milyonluk savdo qilaman degan to'g'ri bu. Sizga oz deb qo'yibdi. Diqa pay chekkan bozorga tushdi deydigan bola bu. Qo'paf kama ashxanda qachilajı bilinib ketdi. Qachini o'sha to'lga qilmayman bishimlab deb. Mana Qanday ketdi bu? uyingiz ketiblar xonim. Puh, ma'qul. Bu nima shop ketdi? Xapchimo Samar ishkonon tili birdigina ishxonadan chiqib qolmay. Piyoni kesaytiman Samar, fayron qiytiman xapchimo. Vah. Bu izdeş kinolar acep tez yanılken dese bir ali əzalıqdan 5 adam tang bəhrində bir abotun küllüki bir mo aylıqı 3 yöndən doğru keldi. Bah. Onda beni aşmay. Hem de üzem yaxşı görən kinon izləyək. Nəq boş şu. Nima degan so'zuk ham o. Ma pari cho'loq bir chiroyli o'g'on bola tanishtirib qo'ysam, shuna bilan ko'rashmay. Ma pari cho'loq nimanda urayverdiganda deyim peyfinni. To'xta. Yodikar bilan ish bitmabdi-da buning. Eng yaxshisi izlash kinorimni uy qaytib televizorga ulab ko'ray. Ika cho'loq kelsa, olamni ma'lum qilmish yana. Ya Samar! Pari, Telefursam almaysan qo. bak izlashdi, kino ko'rayotganda bisilib ketdi o'xshaman. Meni kechiring. Endi unda qilmayman. Jonda to'ygan o'xshaysan. Bisvatdingmi, bisilib ketdimi? Raska qila. Ya gap bo'lsa, Chiroyli deyishimiz shundami? ya qarag'anda baqo, Tushundiray. qarag'anda baqo. Xushmas qo'g'a xushmandi. Ha? Digina. O'tinib qolay. Meni kechirib o'tgan bo'lsangiz. Sen bo'lsang birdam jim turib turasan. Telefonimni pisaytib izlashni kino ko'rayotdim deginsan. Ha, men izlashning kinoxonasida yangi chambash kino chiqib ketdi. Shu sizni saqlag'ash ko'rib turaydiganda. Sen izlashni chambarchilik kino ko'rib bilan ilishaydigan o'xshamabsan. Voy, men siz bilan ilishmadim deb sizni qo'lingiz qattiq o'g'ashga tayoq yegish mashq qilib turaydiganda men. O'g'abalda qiliqsan olmamdi. Ha? Men qizol o'g'am bilan digina. Siz qizbola o'g'am bilan, lekin ismingizdan cho'loq degan gap bor bu yerda. To'liq gap qilmay qara. Amerikaning gapini tushundiraman qa. Nimadika? Voy, oshxona tomoq yegancha men bilan. Ha, uning ismi Madika emas, uning ismi Yodika. To'liq gapni o'tma, tushundiraman ishtiman qa. Ma gapni desam, sal uzoq kelib o'tirib teshla o'tirib. Ha, o'tirib. Men o'rindiqni qo'yaymi? Bak ko'raytma. Qara, potama tushundiram. Ha. O'ylashib dama, o'ylashib tushundiray. Ha? O'zingcha Ahmad Sattarni qo'yganday qo'yman deb o'tamagansan meni ya Samad. Moshna oqiga uxlab tushing deganni qo'shib qo'ygan bo'lsa-qa? Makina ko'rib qolding kattami? Biz ahmoq otamsan. Voy, bir gapni ikki so'zlam kaltak ko'tarim deyotgansiz, quyingga kaltak qizvalgan kaltak ko'tarasiz. Boshqa cho'qalga qo'yib tushundiray. Tushundirsan bular? Yema yurakni qon qildi-ku qon. Gaqila. Bundan bu ish qarang, madaqish. Bundan 7 kun burun qarang. Men ishxonamda vujudim bilan izlash kinoxonasidan ayol palvonning loyiq tanlashi degan kinoni ko'rib o'tirsam, tuyuqsiz ish chekildi dema. Yema cho'chak so'zlar atamdi, ya izlashning kinolarini tushundiryaptamdi menga digina. Shuni bilan yodgor kirib keldi qarang. U o'zining menga birisi bilan tonish arzusi borligini, uning qizval bo'lsam bo'lganligini aytgan eding-a. Shuni men tanishtirdim. Sizning rasmingiz shundoq ko'rsatsam, lekin u ko'rishdi, yenib oldi. Nima?
Ya medikat azlık ben bile görüştük olmadım ha. Voy, sizning rasmingizda ma cho'loq qo'lingiz chiqib qopti ekan. Qo'rqib ketib o'lmidi shu. Hem sen nimaga tanıştırdın? Ha? Tanıştırdın mı? Tanıştırman deb benim pulumni alay dedin mi? Ha? Ya. Digine. Ay medikat azlık hıcılamayın tamaqni qıptın tölaysiz deydi o. Nima? Allah'ım zellashdi adamda. Sen de mi sen koşu gapni? Voy, men uning unda demidim. Men uningga ishkani ko'rishib bir vaqt tamoq yeb biqinglar. Pari degan o'g'on bilda qiz bola. Navodi mardlik tutib qolsa tamoqdan pul vashlam to'layotdi demamdim. Hey, yolg'on gap qilib, ayol polvonni aldayman deyman. Shu vaqtda 2 ming parani men eshik sirtida turib o'g'irlarcha anglagan. Ya bu nima ish? Ma izdashdan kino ko'rayotgandim. Qo'ylar ketib qoldi. Sen bo'lsam jim turib tura birdan. Digine. Bu mana qilaylik qarang bari. Mening qo'limda bir necha o'g'on bolalarning yaxshi materiallari bor. O'zi bir-birisiga esil kelishgan bolalar. Shular bilan ko'rishib boqamsiz ya. Yana shunda bolalar bilan tanıştırdigan bo'lsang, men put qo'lingni chiqib, ish tashlab bermoqdingmi, ha? Demi deydimi, jining olma. Xonachamning gapini anglamadingmi? Ha, aldım. Sen bo'lsam odam qo'rqatmay tursang-chi birdim. Shunda qilamdi. Rasmlari bormi? Ba, hammasi. Vallahi ko'rayang. Bu bizning shirkatning qoidasi bor. Ya'ni loyiq tanishtirish haqqini berib o'tgan bo'lsangiz. Mana pul deydi-ku ma'o yana. Sen o'zingmi ammacana çökənciz görüb qaldыңmı? Ha? Toxtamay pul çıxırıb verdiğən sənə. Səməd. Ha? Ötəmə qan. Maya quta. Hey! Hey! Hey saklıydım. Topla. Yaşar Səməd. Oğlum alem. Səlim qaçsın. Hey, çolak.